I can use email and the internet. Men elektron pochta va internetdan foydalana olaman. Email elektron pochta. Elektron pochtani qismlari bilan va u yerda uchrashi mumkin bo'lgan har xil belgilarni va yangi so'zlarni ko'rib chiqamiz. Delete biron narsani o'chirib tashlash. Junk axlat, ya'ni siz o'chirib tashlagan har xil keshlar. Reply kimgadir javob qaytarmoq. Reply all hammaga javob qaytarish degani. Forward bironta xabarni jo'natish. New yangi. Get mail email pochtani olish. Emailga kirganingizda inbox degan qism bo'ladi. Inbox degani sizga kelib tushgan har xil xabarlarni to'plangan bitta quti hisoblanadi. Demak, from kimdan kelgani, subject nima maqsadda kelgani, date received qabul qilingan sanasi hisoblanadi. Emailga oid so'zlarimizni glossary qismida ko'rsak bo'ladi. Check your emails. Look and see if you have any email messages. Sizga qanaqadir email kelganmi yo'qmi buni tekshirish check your emails bo'ladi. Send bironta xabarni jo'natish. O'tgan zamonda send shaklida ishlatasiz. If you send someone an email, you write it and then send it to the person. Yozasiz va yuborasiz. Get an email. If someone sends you an email, you get it. Also receive ma'nosida keladi. Biron narsani qabul qilib olish. Sizga kelgan pochtani qabul qilish. Receive fe'lidan foydalanilgan bo'ladi. Reply to an email. Write an answer to a message and send it. Demak, javob qaytarish sizga kelgan xabarga xabar yuborish hisoblanadi. The internet. Internet. Internetda ishlatiladigan eng muhim so'zlarni ko'rib chiqamiz. On the internet. Internetda ma'nosida keladi. Web address bu internetdagi mo'ljal, ya'ni internetdagi manzil. Broadband. With a broadband connection you can get information from the internet very fast. Yuqori chastotali to'lqinlar deyiladi. Ya'ni bu orqali siz internetdan yaxshi foydalansangiz bo'ladi. Fast yoki quick. Tez degani slow, bu sekin ma'nosini bildiradi. Online. Internetda degani hozir internetdan foydalanyapti degan ma'noni bildiradi. Chat room. Bu yerda insonlar bir-birlari bilan gaplashishlari mumkin har xil mavzularda. Download. Ya'ni siz biron narsani internetdan yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun data bironta ma'lumotni. MP3 player bu kichkinagina apparat, siz bu orqali har xil musiqalarni yoki audiolarni eshitishingiz mumkin bo'ladi.